Davno kirganmisiz? Uchidan kirdik-da biz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzukmisizlar? Xo'p, bugun yangi mavzu o'tamiz. Yangi mavzuning oti scalping bo'ladi bu. Kuniga $100 topish strategiyasi ikkinchi darsi desam bo'ladi. Bizga kerak bo'ladi va Nadaya degan indikator. Nadaya Watson Lux Algoniki mana shuni yoqib qo'yamiz. Keyin anaqaga kiramiz. Hop. Ya'ni ikki xil yo'li bor-da. Keyin men bitta bo'sh cho'ch degan indikator yoqib qo'yib trend aniqlasak bo'ladi. yoki moving average orqali ham aniqlasak bo'ladi. Shu moving average qilib qolamiz, osonroq bo'ladi. Hop, birinchi mana shu Nadayani yoqamiz, indikatorni. Buni nastroykasiga kiramiz. Kirganimizda mana 3 turadi. Mana shuni 2,5 qilib qo'yamiz. Okey qilamiz. Keyin ikkinchi indikator EMA deb yozamiz, chiqadi mana. EMA mana bu no business bir baloniki. Mana shuni yoqamiz. Keyin indikator nastroykasiga kiramiz. Stilga kiramiz, mana buni o'chiramiz. Bitta qoladi mana bu. Hop, buni rangini oq qilamanmi? Hamma xohlagan rangini qilsa bo'ladi. Keyin mana bu yerdan 55 ga 200 qilinadi bu. Keyin yoqilganda bu moving average bu anaqani bildirib turadi, trendni bildirib turadi yo'nalishini. Trend yo'nalishi sell ekan. Trend yo'nalishi sell mana masalan. Keyin biz 1 minutliga yoki 5 minutliga o'tib olamiz. 1 minutda signal ko'proq chiqadi. Mana o'tib olamiz. Keyin bu yerda mana bu indikator sellga signal beradi. Mana bu tepasida qizil chiroq chiqdi. Mana shu yerdan sell ochamiz. Stop lossimizni masalan ochgan lotimizga qaraladi. Masalan 0.01 ochiladigan bo'lsa $5, $4 qo'yiladi stop loss. Yoki mana shundan teparoqga mana bu yo'liga 5 punkt, 10 punkt qo'yib qo'yiladi stop loss. Bu stop bilan ishlash shart. Где-то mana 20 qo'yiladi. Mana shunday bo'lar ekan, mana 200 bo'lar ekan. Ya'ni 2 pips, 2 punkt bo'ladi. 200 pips bo'ladi stop lossimiz. Mana shu yerdan biz agar sellga kirganimizda, agar indikator bo'yicha foydani mana bu yerda yopishimiz kerak. Mana 420 pips ekan, $0.42 foydaga yopiladi. Biz teparoqdan kirganmiz mana bu yerdan, boshqa strategiya ham qo'shganmiz. Bu yerdan u mashin bilan bitta vaqtda bergan signalni. Mana shu yerdan sellga kirilganingizda mana hozir foydada bo'lardinglar. Mana bu yo qizilga teganda yopiladi. Xo'p, 1 soatlikda trendimiz bizada sell ekan, shunga faqat sellga signal qidiriladi. Bayga qidirilmaydi. Qachon signal sellga kelgan paytda kirib ishlaniladi. 1 minutlikda o'zi yurib bo'libdi уже. Hop, 5 minutlikda dal shu oqibatda bu hali mana sellga живой mana живой primer уже agar hozir foydada, normalniy foydada. Hop, $20 foydada 0.10 ochilganda hozir o'zida. Zo'r ishlaydigan indikator. Mana bu yerda sellga signal bo'lgan, yurib bergan. Bayga signal chiqqan, yurib bergan, u bayga kirmaymiz. Chunki trendimiz sell bo'lgani uchun ehtiyot shart kirmaymiz. Sellga qidiramiz faqat. Mana bu ham chiqqan ekan, sellga bu ham yurib bergan. Mana bu yerda chiqqan, qaranglar, e'tibor beramiz. Mana bu yerda sellga signal chiqqan, 20 da masalan stop bo'lgan. Stop bo'lganda obratni sразу kirilgan yana qaytib. Bu stop bo'lmagan bunisi, baribir foydada yopib ketgan keyin. Chiqqan, ishlagan. Chiqqan, foyda bo'lgan. Zo'r ishlaydigan indikator. Hozirgi kunda ishlayotgan eng zo'r indikatorlardan bittasi. 70% to'g'ri ishlab beradi indikator. Ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Mana shu yerda foyda bo'lgan paytda уже mana bu yerda уже bez ubitga qo'yib qo'yiladi. Masalan, mana shu yerdan kirilgan bo'lsa bozorga, mana shu yerdan kirilgan bo'lsa bez ubitga qo'yib qo'yiladi, stop loss surib qo'yiladi shu yoqqa. Bo'ldi mana. Men yaxshi kelib bersam $40 foydanglar bor. Hozir o'zi yaxshigina o'qib beryapti. Shu indikatorni ishlatayotgan tanishlarim bor. Mana kuniga $100, $200 shu yerga tashagan, короче $10, $15 kuniga topib olman shuni bilan deb yozordi, rahmat deb. Sizlarga ham ilmoqman o'shani. Xo'p, 1 minutlikda lekin вообще ko'p signal chiqadi. 1 minutlikda. Hozir bayga signal chiqdi 1 minutlikda. Lekin mana bu sell ishlaymiz, faqat bay umuman ishlamaymiz. Qayerda mana shu yoqqa ishlanganda ham $20 foyda bo'lgan ekan agar. Mana bayga yaxshi ishlamayapti, ko'rasizlar, stop bo'lyapti. Chunki trend bu sell. O'shanga hech qachon sell bo'lgan payt bayga ishlamaydi.
5 minutligimizni zo'roq beryapti. Endi o'zingizlar keyin ko'rib olasizlar. Mana vaqt soatini ko'ringlar. 20-aprel 16:25 soat. Silga oqoq baribir oladi tek profitni bu. O'sha ancha foydaga kirib ketib bo'ldi. Kuzatib o'tiriladi, shunda foyda qilinadi bo'ldi. 0.10 bilan ochilsa, spokойно kuniga $100 dan oshiq foyda qilib qo'ysa bo'ladi. Yaxshi ishlaydigan paralari buni tilida yaxshi ishlaydi, Euro USDT da yaxshi ishlaydi, USD JPY da yaxshi ishlaydi. Volatility katta paralda yaxshi ishlaydi. S&P larda unaqa yaxshi ishlamasligi mumkin, chunki S&P larcha bittada oqib keturadigan paralarda, bitta oqsa. Neft S&P larda ishlatmaylar buni. O'sha iloji bo'yicha mana shu USDT paralada ishlatsanglar, xudo xolasa yaxshi ishlaydi. Salomat bo'linglar.